rizqim kelib turibdi, Allohga shukr. Normalniy pul topyapman, sayohatimga pul yetadi, hamma narsaga pulim yetadi. Nima uchun men biznesimni o'rnashtirishim kerak deyapti. Bu yerda muhim narsa shuki, aldanadigan joyi tadbirkorni agar hozir zo'r bo'layotgan bo'lsa, bu degani emas, doim shunaqa zo'r bo'ladi. Unaqa emas. Praktika shuni aytayaptiki, Xudo sizga qaysi paytda yengilchilik beradi, o'sha paytda foydalanib olingki, qiyinchilik bo'lgan paytda yengilchilikdan foydalanganingiz qiyinchilikda sizga yordam bersin, tramplin bo'lsin. Xuddiki Yusuf alayhisalomni davrlarida 7 yil qahatchilik keladi, ya'ni birinchi mo'lko'lchilik bo'ladi, keyin 7 yil qahatchilik keladi. Mo'lko'lchilikdagi nimalar bilan qahatchilikni bosib o'tish kerak bo'ladi. Resurslarni. Hamma vaqt ham imkoniyat eshiklar ochilgan bo'lmaydi. Hamma vaqt ham savdo zo'r bo'lavermaydi. Bir kun yaxshi, bir kun yomon bo'ladi. O'sha uchun imkoniyat yaxshi bo'lgan paytda foydalanib olingki, imkoniyatlar yomon bo'lgan paytda qiyinchiliklardan o'tishingiz uchun poydevor qurish kerak.